Assalomu alaykum. Hurmatli pensionerlar, ota-onalarimiz, yaqinlari pensiya oladigan fuqarolar. Bugun men sizlarga sentyabr oyida pensiya olish jadvali qayta tuzilgani haqida juda muhim ma'lumotlarni tushuntirib beraman. Bu masala faqat pensiya oluvchilarga emas, balki ularning farzandlari, vasiylari, bank kartasidan pul yechib beradigan yaqinlari va pochta orqali pensiya kutadigan oilalarga ham bevosita tegishli. Agar siz pensiyani har oy ma'lum bir sanada olib o'rgangan bo'lsangiz, sentyabr oyida nega pul hali tushmadi? Nega pochta kelmadi? Kartada nega mablag' ko'rinmayapti degan savollar paydo bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu videoni oxirigacha ko'rishingiz juda muhim. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday xabarlar ko'pchilikka vaqtida yetib borsa, odamlar ortiqcha ovora bo'lmaydi. Men avvalo masalaning o'zagini oddiy qilib tushuntiraman. Pensiya to'lovlari har oy bir xil tartibda amalga oshiriladi deb o'ylaymiz. Masalan, kimdir har oyning 5 sanasida, kimdir 10 sanasida, yana kimdir 2000 sanasida pensiya oladi. Ayrimlar bank kartasi orqali oladi. Ayrimlar pochta orqali naqd pul shaklida oladi. Lekin oy ichida bayram kunlari, dam olish kunlari, banklar va pochta bo'limlarining ish grafigi, hududiy yuklama, moliyalashtirish jarayoni va texnik ishlovlar bo'lsa, jadval qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Sentyabr oyida jadval qayta tuzilgan deganda hamma pensionerning pensiyasi kamayadi yoki bekor bo'ladi degani emas. Buni alohida ta'kidlab aytaman. Jadval o'zgarish pensiya miqdori o'zgaradi degani emas. Bu asosan to'lovning qaysi kunda, qaysi tartibda, qaysi hududda va qaysi kanal orqali yetkazilishi bilan bog'liq masala. Avval qanday edi? Odamlar ko'pincha o'z hududida shakllangan odatga qarab pensiyani kutishardi. Masalan, bir mahallada pensionerlar odatda oyning 7-8 sanasida pochta orqali olgan bo'lsa, ular shu sanaga tayyor turishadi. Bank kartasiga tushadigan pensioner esa ertalabdan bankomatga borib tekshiradi. Lekin endi jadval qayta tuzilsa, bitta tumanda to'lovlar 2-3 kunga oldinga yoki orqaga surilishi mumkin. Ayrim toifalar birinchi navbatda, boshqalari keyingi navbatda moliyalashtirilishi mumkin. Bu o'zgarishning asosiy sababi nimada? Birinchi sabab to'lov tizimini tartibga solish. Har oyning boshida birdaniga juda ko'p pensioner bankomatga, bank filialiga yoki pochta bo'limiga murojaat qilsa, navbatlar ko'payadi. Ikkinchi sabab pochta orqali naqd pul yetkazishda hududlar bo'yicha yuklama bor. Uzoq qishloqlar, chekka mahallalar, nogironligi bo'lgan shaxslar, uyda yotgan bemorlar bor. Ularga pulni o'z vaqtida yetkazish uchun aniq jadval kerak. Uchinchi sabab dam olish va bayram kunlari. Agar odatdagi to'lov sanasi shanba, yakshanba yoki rasmiy dam olish kuniga to'g'ri kelib qolsa, amalda to'lov kuni o'zgaradi. Eng muhim qoida shuki, pensiya olish sanasi o'zgargani uchun vahimaga tushmaslik kerak. Agar siz odatda 6 sanada olgan bo'lsangiz, bu 8 yoki 9 sanada tushishi mumkin. Agar 15 sanada olgan bo'lsangiz, hududingizdagi jadvalga qarab 4 yoki 12 sanada bo'lishi mumkin. Bu holat pensiya to'xtatildi degani emas. Men ko'p ko'radigan xatolardan biri shuki, pensioner ertalab kartasini tekshiradi. Pul tushmagan bo'lsa, darhol pensiyam kesilibdi deb o'ylaydi. Aslida esa kartaga mablag' kun davomida ham tushishi mumkin. Ba'zan ertalab emas, tushdan keyin yoki kechga yaqin bank tizimida aks etadi. Shuning uchun bitta tekshiruv bilan xulosa chiqarmang. Ikkinchi muhim jihat, bank kartasiga oladiganlar va pochta orqali oladiganlarning jadvali har doim bir xil bo'lmasligi mumkin. Masalan, Toshkent viloyatidagi bir pensioner bank kartasiga 7 sanada olishi mumkin. Xuddi shu tumandagi boshqa pensioner pochta orqali 9 sanada olishi mumkin. Bu adolatsizlik emas, bu yetkazish usulidagi farq. Uchinchi jihat, pensiya miqdori bilan jadvalni adashtirmang. Jadval qayta tuzilsa, sizga 1 million 200 ming so'm pensiya tayinlangan bo'lsa, aynan shu miqdor to'lanishi kerak. Agar biror ushlanma bo'lsa, bu alohida sababga ega bo'ladi aliment. Ijro hujjati, qarzdorlik, noto'g'ri ortiqcha to'langan summani qaytarish kabi holatlar. Ammo oddiy jadval o'zgarishi summani kamaytirmaydi. Birinchi navbatda pensiyasini pochta orqali naqd oladiganlar e'tiborli bo'lishi kerak. Chunki pochta xodimlari aniq yo'nalish bo'yicha yuradi. Agar siz o'sha kuni uyda bo'lmasangiz, to'lov kechikishi mumkin. Masalan, pensioner odatda oyning 10 sanasida pochtachini kutadi. Bu oy jadval 12 sanaga ko'chgan bo'lishi mumkin. 10 sanada uyda kutib, 12 sanada esa qarindoshinikiga ketib qolsa, pulni ola olmay qoladi.
keyin yana pochta bo'limiga murojaat qilishga to'g'ri keladi. Ikkinchi navbatda bank kartasi orqali pensiya oladigan, lekin kartadan foydalanishni yaxshi bilmaydigan pensionerlar ehtiyot bo'lishi kerak. Masalan, otaxonning pensiyasi kartaga tushadi, lekin u har oy qo'shnisiga yoki nevarasiga kartani berib pul yechtiradi. Agar jadval o'zgarsa, nevarasi 6 sanada bankomatga boradi, pul yo'q bo'ladi. Keyin yana 7 sanada boradi, yana yo'q. Natijada ortiqcha yo'l, ortiqcha asab, ortiqcha shubha paydo bo'ladi. Bunday holatda eng to'g'ri yo'l avval SMS xabarini kutish yoki mobil ilova orqali tekshirish, keyin bankomatga borish. Uchinchi navbatda nogironligi bo'lgan shaxslar, yolg'iz yashovchi pensionerlar, parvarishga muhtoj fuqarolar va ularning yaqinlari jadvalni oldindan aniqlab olishi kerak. Chunki ular uchun bir kunlik kechki shamdori oziq-ovqat. Kommunal to'lovlar yoki qarzlarni yopish masalasidan muammo tug'dirishi mumkin. 4-toifa yangi pensiyaga chiqqanlar. Yangi pensioner ko'pincha birinchi oyda qaysi sanada pul tushishini aniq bilmaydi. U hujjat topshirgan, qaror chiqqan, lekin to'lov qachon boshlanishini bilmasligi mumkin. Agar shu davr jadval qayta tuzilayotgan oyga to'g'ri kelsa, tushunmovchilik yanada ko'payadi. Bunday odamlar albatta pensiya jamg'armasi bo'limi yoki mas'ul tashkilotdan aniq ma'lumot olish kerak. Agar sizning pensiyangiz doim bank kartasiga tushsa, kartangiz faol bo'lsa, SMS xabarnoma ulangan bo'lsa va sizda oldingi oylarda muammo bo'lmagan bo'lsa, odatda katta xavotirga asos yo'q. Bir necha kunlik siljish bo'lishi mumkin. Xolos. Lekin baribir kartaning amal qilish muddati tugamaganini tekshirib qo'ying. Agar siz pensiyani ishonchli vakil orqali olsangiz va ishonchnoma muddati hali tugamagan bo'lsa, asosiy e'tibor jadvalga qaratiladi. Lekin ishonchnoma muddat tugagan bo'lsa, jadval o'zgargani emas, aynan hujjat muammosi sabab pul berilmasligi mumkin. Agar siz ishlaydigan pensioner bo'lsangiz, bu ham jadvaldagi siljishdan alohida masala. Ishlayotgan pensionerlarga to'lov tartibi qonunchilikdagi normalarga ko'ra yuritiladi. Lekin sentabr oyidagi jadval o'zgarishi ishlaydigan va ishlamaydigan pensionerlarni hududiy to'lov sanalari bo'yicha turlicha qamrab olishi mumkin. Birinchi misol. Andijon viloyatida yashovchi oltin tekis yoshli otaxon har oy pensiyasini pochta orqali dekesi sanada oladi. U 1000 million erixin 1000 so'm pensiya oladi. Sentyabr oyida hududiy jadval qayta tuzilgani sabab uning mahallasida to'lov dekesi sana emas, 10 sanaga belgilandi. Otaxon 8 sanada pul kelmaganidan xavotirlanadi. Lekin bu holatda muammo yo'q. Chunki yangi jadval bo'yicha pochtachi 10 sanada boradi. Bu yerda eng to'g'ri ish mahalla yoki pochta bo'limidan o'z ko'chasiga to'lov kuni qachon belgilanganini so'rash. Ikkinchi misol. Samarqandda yashovchi pensioner ayol pensiyasini bank kartasiga oladi. Har oy 2 sanada 1.900.000 so'm tushadi. Bu oy 12 sana dam olish kuniga yoki bank tizimida yuklama yuqori bo'lgan kunga to'g'ri kelgan bo'lsa, pul unda yoki bu sanada aks etishi mumkin. Ayol bankka borib navbatda turmasdan avval telefondagi SMS xabarnomani kutish kerak. Agar SMS kelmasa, kartani bankomatda tekshirishdan oldin bankning aloqa markaziga qo'ng'iroq qilishi mumkin. Uchinchi misol. Toshkent shahrida bir pensionerning kartasi muddati avgust oxirida tugagan. U sentyabrda pensiyam tushmadi deb o'ylaydi. Aslida pensiya ajratilgan, lekin karta faol emas. Bunday holatda jadval emas, karta muammosi bor. Bankka borib yangi karta chiqarish, hisob raqam faol ekanini tekshirtirish kerak. Shuning uchun men har doim aytaman, pensiya sanasini kutishdan oldin kartangizning amal qilish muddatiga qarang. 4-misol. Qashqadaryoda yashovchi pensioner onaxonador uchun har oy 700.000 so'm ajratadi. U pensiyani odatda 5 sanada oladi. Sentyabrda jadval 7 sanaga ko'chsa, 2 kunlik farq ham unga ta'sir qiladi. Bunday vaziyatda farzandlari oldindan reja qilish kerak. To'g'ri tugab qolmasin. Muhim xarajatlarni to'lov sanasidan bir kun oldinga qo'ymaslik kerak. Jadvaldagi kichik siljish oilaviy rejalashtirishda katta ahamiyatga ega. 5-misol. Bir otaxon pensiyasining bir qismini kredit to'loviga ishlatadi. Kredit to'lovi har oyning 10 sanasida. Pensiya esa odatda 9 sanada tushadi. Agar sentyabrda pensiya 11 sanada tushsa, kredit bo'yicha kechikish bo'lishi mumkin. Bunday odamlar bankka oldindan murojaat qilib, to'lov sanasi, imtiyozli muddat yoki jarima shartlarini aniqlab olgani ma'qul. Chunki pensioner jadval o'zgarganini bilmasa, kredit tarixi yomonlashishi mumkin.
endi ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik jihatlarni aytaman. Birinchi nozik jihat. Pensiya to'lovi tushdi degani hamma bankomatdan darhol yechib olish mumkin degani emas. Ba'zan hisobga mablag' keladi, lekin bankomatda naqd pul tugagan bo'ladi. Ayniqsa oy boshida yoki to'lovlar ko'paygan kunlarda bankomatlar tez bo'shab qoladi. Bu pensiya tushmadi degani emas. Boshqa bankomatdan, bank kassasidan yoki karta orqali to'lov qilish imkoniyatidan foydalanish mumkin. Ikkinchi nozik jihat. SMS kelishi mumkin. Mobil aloqa operatori, bank tizimi yoki telefon sozlamalari sabab SMS bir necha soat kechikadi. Shuning uchun faqat SMS ga tayanib qolmang. Agar imkoningiz bo'lsa, bank ilovasi orqali balansni tekshiring yoki yaqinlaringizdan yordam so'rang. Lekin kartaning PIN kodini har kimga bermang. Bu juda muhim. Pensiya kartasi shaxsiy mablag'ingiz saqlanadigan vosita. Uchinchi nozik jihat. Pochta orqali oladigan pensioner uyda bo'lmasa, pul boshqa odamga berilmaydi. Faqat qonuniy ishonchnoma bo'lsa yoki belgilangan tartibda vakolat berilgan bo'lsa, to'lov amalga oshiriladi. Bu mening o'g'lim, bu mening qo'shnim. Bu mening kelinim degan gapning o'zi yetarli bo'lmaydi. Pul hujjat asosida beriladi. Bu pensionerni himoya qilish uchun kerak. To'rtinchi nozik jihat. Manzil o'zgargan bo'lsa, to'lov kechikishi mumkin. Masalan, pensioner boshqa mahallaga ko'chib o'tgan, lekin pensiya jamg'armasi yoki pochta bo'limiga xabar bermagan. Natijada to'lov eski manzil bo'yicha rejalashtiriladi. Agar siz yashash manzilingizni o'zgartirgan bo'lsangiz, albatta tegishli idoralarga xabar bering. Beshinchi nozik jihat. Pensiya tayinlash yoki qayta hisoblash jarayoni bor pensionerlarda to'lov sanasi oddiy pensionerlarnikidan farq qilishi mumkin. Masalan, kimdir ish staji bo'yicha qo'shimcha hujjat topshirgan, kimdir nogironlik guruhi bo'yicha qayta ko'rikdan o'tgan, kimdir boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi bo'yicha hujjat yangilagan. Bunday hollarda tizimdagi tekshiruvlar sabab to'lov alohida muddatda amalga oshishi mumkin. 6-chi nozik jihat. Qarzdorlik va ushlanmalar. Agar pensionerga nisbatan ijro hujjati bo'lsa, masalan aliment, sud qarori yoki boshqa majburiy undirish bo'lsa, pensiyadan qonunchilikda belgilangan tartibda ushlab qolinishi mumkin. Bunday pensioner jadval o'zgargani uchun kam tushdi deb o'ylashi mumkin. Aslida sabab boshqa bo'ladi. Agar summa odatdagidan kam tushsa, albatta izoh talab qiling. Bankdan emas, avvalo pensiya jamg'armasi bo'limidan yoki tegishli ijro organidan aniqlashtiring. 7-chi nozik jihat. Karta yo'qolgan yoki bloklangan bo'lsa, pensiya hisobga tushgan bo'lsa ham undan foydalana olmaysiz. Bunday paytda darhol bankka murojaat qilish kerak. Kartani qayta chiqarish bir necha kun olishi mumkin. Shuning uchun pensiya kuni kelishini kutmasdan karta ishlashni oldindan tekshirish foydali. Endi men sizga nima qilish kerakligini aniq qadamlar bilan aytaman. Birinchi qadam, o'zingizning pensiya olish usulingizni aniqlang. Siz bank kartasiga olasizmi yoki pochta orqali naqd olasizmi? Agar kartaga olsangiz, qaysi bank kartasi? Kartaning amal qilish muddati, SMS xabarnoma ulanganmi? PIN kodini bilasizmi? Shularni tekshiring. Agar pochta orqali olsangiz, qaysi pochta bo'limi xizmat ko'rsatishini va mahallangiz bo'yicha taxminiy to'lov kunini aniqlang. Ikkinchi qadam, sentyabr oyi uchun hududingizdagi jadvalni so'rang. Buning uchun pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qilish mumkin. Mahalla raisi yoki ijtimoiy xodim ham ko'pincha bunday ma'lumotlardan xabardor bo'ladi. Pochta orqali oladiganlar pochta bo'limidan so'rash kerak. Bank kartasiga oladiganlar bankdan faqat karta va hisob bo'yicha ma'lumot oladi. Pensiya tayinlanishi va moliyalashtirish bo'yicha asosiy ma'lumot pensiya jamg'armasida bo'ladi. 3-chi qadam, hujjatlaringizni tayyor tuting. Shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pensiya guvohnomasi yoki pensiyaga oid ma'lumotlar. Bank kartasi, telefon raqamingiz, agar ishonchli vakil orqali olinayotgan bo'lsa, ishonchnoma kerak bo'lishi mumkin. Agar nogironlik pensiyasi bo'lsa, tegishli tibbiy ma'lumot hujjatlari ham ayrim holatlarda so'ralishi mumkin. 4-chi qadam, agar pensiya belgilangan yangi muddatdan keyin ham tushmasa, og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Murojaat qiling. Murojaatda quyidagilarni yozing: familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan yil, yashash manzili, telefon raqami, pensiya turi, odatda qaysi sanada olishingiz, sentyabr oyida qaysi sanagacha tushmagani, bank kartasi orqali yoki pochta orqali olishingiz. Murojaat aniq bo'lsa, javob ham tezroq bo'ladi. 5-chi qadam. Pul tushganini bilmasdan bankomat yurib yurmang. Bu ayniqsa yosh katta insonlar uchun qiyin.
Avval telefon orqali yaqinlaringizdan balansini tekshirtiring. Bank ilovasi bo'lsa, undan foydalaning. Yoki bankning rasmiy aloqa markaziga qo'ng'iroq qiling. Noma'lum odamlar kartangizni bering, tekshirib beraman desa ishonmang. Kartangizni, PIN kodingizni va SMS kodni hech kimga aytmang. 6-qadam. Agar siz pochta orqali pensiya olsangiz, to'lov kutilayotgan kunlarda uyda bo'lishga harakat qiling. Uyda bo'la olmasangiz, oldindan pochta bo'limi bilan gaplashing. Agar uzoq muddat boshqa joyga ketayotgan bo'lsangiz, ishonchnoma masalasini tartibga soling. Ishonchnoma muddati kimga berilgani va unda aynan pensiya olish vakolati ko'rsatilganiga e'tibor bering. 7-qadam. Oilaviy xarajatlarni bitta kunga bog'lab qo'ymang. Masalan, to'g'ri? Oziq-ovqat, kommunal to'lov, kredit, qarz qaytarish kabi xarajatlarni pensiya odatda tushadigan sanadan bir kun keyinga emas, imkon qadar zaxira bilan rejalashtiring. Jadval irgi kunga silinsa ham oilada bo'lsin bo'lmasin. 8-qadam. Agar pensiya summasi odatdagidan kam tushsa, darhol sababini aniqlang. Bankdan pul kam tushdi deb so'rash har doim yetarli emas. Chunki bank faqat kelgan summani ko'rsatadi. Nega aynan shuncha kelgani pensiya jamg'armasi yoki ushlanma bo'lsa tegishli tashkilot orqali aniqlanadi. Siz hisob kitobni yozma ko'rinishda so'rashga haqlisiz. 9-qadam. Yangi pensiyaga chiqqanlar alohida diqqat qilsin. Hujjat topshirilgan sana bilan pensiya to'lanadigan sana bir xil narsa emas. Qaror qachon chiqqani, to'lov qaysi oydan boshlanishi. Birinchi to'lovda o'tgan davr uchun qo'shimcha summa bo'lishi yoki bo'lmasligi aniqlashtirilishi kerak. Birinchi pensiya ko'pincha odatdagi jadvaldan farqli ko'rinishi mumkin. 10-qadam. Rasmiy manbalarga tayaning. Ijtimoiy tarmoqlarda hammaning pensiyasi 3 kun kechikadi. Faqat falon toifadagilarga beriladi. Pul yetmayapti degan tasdiqlanmagan gaplar tarqalishi mumkin. Men sizlardan iltimos qilaman. Har bir xabarni rasmiy idora, bank, pochta yoki pensiya jamg'armasi orqali tekshiring. Noto'g'ri xabar odamlarni navbatga, asabiylikka va keraksiz xarajatlarga olib keladi. Sentyabr oyida jadval qayta tuzilgani pensioner uchun eng avvalo intizomli tekshiruvni talab qiladi. Men buni shunday tushuntiraman. Pensiya tizimida 3 ta asosiy halqa bor. Birinchisi, pensiyani tayinlaydigan va hisoblaydigan tizim. Ikkinchisi, pulni yetkazadigan bank yoki pochta tizimi. Uchinchisi, pulni qabul qiladigan pensioner yoki uning vakili. Shu 3 halqaning bittasida ma'lumot noto'g'ri bo'lsa, to'lovda kechikish yoki tushunmovchilik bo'lishi mumkin. Masalan, pensiya jamg'armasida hammasi to'g'ri, bankka pul o'tgan, lekin karta bloklangan yoki aksincha, karta faol, bankda muammo yo'q. Lekin pensionerning hujjatda qayta tekshiruv bor. Yoki pochta tayyor, lekin pensioner manzilda yo'q. Shuning uchun muammoni aniqlashda kim aybdor deb emas, qaysi bosqichda to'xtadi deb qarash kerak. Yana bir muhim gap. Agar pensioner vafot etgan bo'lsa, uning kartasiga tushgan puldan foydalanish masalasi juda ehtiyotkorlik bilan ko'rilishi kerak. Bu holatda meros, ortiqcha to'lov, qaytarish majburiyati kabi huquqiy masalalar kelib chiqishi mumkin. Yaqinlar karta qo'limizda-ku deb pulni yechib olishdan oldin tegishli idoradan maslahat olgani to'g'ri bo'ladi. Agar pensioner kasalxonada bo'lsa, uyda bo'lmasa yoki boshqa viloyatda vaqtincha yashayotgan bo'lsa, to'lov usulini oldindan hal qilish kerak. Pochta orqali naqd oladigan odam boshqa joyga ketgan bo'lsa, pochtachi uni topa olmaydi. Bank kartasi orqali oladigan odam esa kartadan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lishi kerak. Bu oddiy ko'ringani bilan amalda juda ko'p muammolarning oldini oladi. Xulosa qilib aytaman. Sentyabr oyida pensiya olish jadvali qayta tuzilgan bo'lsa, bu pensionerlar uchun eng muhim signal shuki, odatdagi sanaga ko'r-ko'rona tayanib qolmaslik kerak. Pensiya miqdori alohida masala, to'lov sanasi alohida masala. Pul bir necha kun oldin yoki keyin tushishi mumkin. Pochta va bank orqali to'lov vaqtlari farq qilishi mumkin. Karta, hujjat, ishonchnoma yoki manzil bilan bog'liq muammolar esa jadval o'zgarishidan ham ko'proq ta'sir qilishi mumkin. Men sizga tavsiya qilaman, bugunoq kartangizni, hujjatlaringizni, ishonchnoma muddatini, pochta yoki bank orqali olish tartibini tekshirib qo'ying. Agar ota-onangiz, buvingiz, bobongiz pensiya olsa, ularga bu ma'lumotni tushuntiring. Ular bankomat oldida bekorga ovora bo'lmasin, pochta kunini adashtirmasin, noma'lum odamlarga kartasini bermasin. Sizning hududingizda sentyabr oyi pensiyasi qaysi sanada tushyapti? Kartaga tushdimi yoki pochta orqali kutyapsizmi? Izohlarda yozib qoldiring. Boshqa pensionerlar ham bir-biridan foydali ma'lumot oladi.
videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki pensiya masalasida vaqtida aytilgan bitta to'g'ri ma'lumot ko'p odamning asabi, vaqti va pulini tejaydi.